Hozir oncha ham qurgani yo'q. Narxi 2 somon. Bundan ziyod menimcha bilmay qoldim. Yana qandaydir qayerga qitirsak ham yaxshi ekan-da. Qanday yapsizlar? Yaxshimi, yaxshimi? Zakaz qilamiz-da. Zakaz qilamiz deyapsizlarmi? Buni ko'rdik. Sifati yaxshi. Masalan, o kunga necha kun javon bo'ldi? 4 kun. 4 kun javonda qoldi. Biz o'zimiz spesial buni qag'ani sap qo'yganmiz. Bir 3 mingdan aroq bor. Buni spesial javonga qo'yib qo'ydik. Ko'plar aytdi, javon tuysa yerib ketadi dedi. Biz shuni prosta qo'yib ko'rdikki, lekin qadri baland odamlar, Nabjon Matbaşov bilan Strochda yangilik, buni ko'ryapsiz, sezon boshlandi. Nabjon qayerda desangiz, bir o'zimni qishlog'imdaman. Bura marhamat. Loyiqish ikki tomondan 100 taga 10 ta podarka quyib beradi. Yani o'ylamangizlarki, bir loyiqish o'zim qishlog'imda 1000 taga 10 ta podarka deganim. Buni ko'ryapsizlar. Aparat qanday qilyapti, qanday harakatda ketyapti ko'ryapsiz. Mana bugun 19 yeriga kelayotgan bo'lsa 18 o'zini 35 yarim 36 35 36 36 buna bu ishlar uyulgan. Bunga kerak bo'lsa, yer adresi Qalqazobodda. Qalqazobod ittifoqda 8-brigadga. Buna bu Musulmonboy qilyapti. Marhamat, qanday o'ylayapsiz? ishlayapmiz, bunaqa yapamiz. 3 ming lira pul to'laganmiz. Bularga qanday hozircha yana bo'lsa, baribir to'layveramiz. 2 so'mdan 1000 taga 10 ta. 100 taga 10 ta, de? 100 taga 10 ta reklama qilishimiz. Bularni ko'ryapsizlar, uyulyapti. Bularda keyin bu kunlar nechta qo'shuvni qayerga bor? 1000 ta, 1.5 ta Qo'shuvchi. Sağ bo'ladi. Yerga prosesga borib ishlatishdi. Ana keyin bizga adresga kelayotgan bo'lsa, Qumsangir, Qalqazobod, Guliston, Yangi Turmush shu territoriyalar bo'ladimi? Bo'ladi. Farq qilib kelaveramiz. Hamma joyga. Hamma joyga farq qo'yamiz. Buni ko'ryapsizlar, mana shu g'ish nassamam deyli bittasini taylab ko'ring, hozir bu joyga qitirib ko'ring o'zingiz. Aytmasdi, qattisini olib turib taylab ko'ring. Necha javonda qolgani? Buni ko'ryapsiz, lekin nassam deyli moshna ekan. Buni iqtirsak endi ko'p. Hozir oncha ham qurgani yo'q. Bundan ziyod menimcha bilmay qoldim. Yana qandaydir qayerga iqtirsak ham yaxshi ekan-da, ko'ryapsizlar. Bu necha joy? Hammasi quyilgan, mana shu ishlar yana o'z javonda quyilgan. Bugun 3-aprel. Mana shu 3-apreldan pogoda juda ham yaxshi, zo'r masalan. Buni o'zimizning qishloqda bilan bir yoqda aylantirib, bu yoqda bir yoqda tomoshabinlar ham qarab turibdi. Buni bular ham shu yerda. Okul 4 kunlik javondan oldin quyilgan. Hayır, buna bu Abdullayni ham mana shu yerga mana shu ishlar qanday Abdullaylar? Yaxshimi, yaxshimi? Zakaz qilamiz deb. Zakaz qilamiz deyapsizlarmi? Buni ko'rdik. Sifati yaxshi. Masalan, o kunga necha kun javon bo'ldi? 4 kun. 4 kun javonda qoldi. Biz o'zimiz spesial buni qag'ani sap qo'yganmiz. Bir 3 mingdan aroq bor. Buni spesial javonga qo'yib qo'ydik. Ko'plar aytdi, javon tuysa yerib ketadi dedi. Biz shuni prosta qo'yib ko'rdikki, yerimi, yerimmi ekan. Yerimadi buna turibdi shu. Ko'plar bor aparsak onda yeriydi. Kommentariyada ko'p yozishi mumkin, yerib qoladi javon tuysa, onda ham da yo'q. Buna 4 kun o'zimizda haqiqatan kecha kunduz javon bo'ldi, shunda qoldi yerga. Bir qarda qoldi. Undan keyin 4 kun javonda qoldi. Hammasi Shuncha turibdi. Значит, sifatiga kelayotgan bo'lsak, sifati yaxshi, ishlashi ham yaxshi. Pastdagi nomerlarga telefon qilasiz. Bemalol tortinmay so'raysiz, masalan, nechta quyish kerak? 1000 ta, 500 ta, 5000 ta, 10000 ta kelishib, bemalol zakaz qilib inshaalloh Nabjon Nurmatovning kanalidan telefon qilyapman desangiz, yana bu yoq bu yog'i bor. Shuning uchun harakat qilingizlar. Faqat biz sizlarga yaxshilik narsani, foydali narsalarni ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Sizlar to'liq shu videoni inshaalloh tarqatib qo'yingizlar. Kimlargadir yetib boradi, kimlargadir shu narsani qarab jiribdi. Sezon boshlandi. To'g'rimi, Musulmonboy? Bal qo'yamiz обязательно. Bu yerda ishchilar nechta bo'ladi? Ishlar 3 kishi. 3 ta, endi charchasak pomощник olamiz 4-chimizda. Joy bir kunda men eshityapman 1000 ta, 800 ta quyiladi. Endi quysangiz bo'ladi, 1000 ta, 1.5 ta quysangiz ham bo'ladi. Gap o'zingizga ishlashingizga bog'liq. Adresga kelayotgan bo'lsak, Qalqazobod ittifoqdamiz, 8-brigadda.
Ya'ni kimdir kelib ko'raman deyishi ham mumkin. Bemalol quyilgan ishlarni kelib ko'rishingiz mumkin. Telefon qilasiz, adresingizni aytasiz. Masalan, asosiy bu yerga yaqin joylar qayer? Birinchi yaqin joylar Ittifoqqa, Yangi Turmush. Ittifoqning o'zi Yangi Turmush. Dash nariyog'ini saflasak, misol Varishlobotam, Qumsangir, bu yog'i Guliston, bu yog'i G'arovoti, Uzun, shu territoriyalardan xullas. Kimga interesni bemalol telefon qilib, zakaz qilib quydirgan insonlar bor. Misol ko'plar sezon, bu yilgi sezonni endi boshlandi-da, masalan. Ko'plar internetda ko'ryapman, ko'plar уже quyib boshlabdi. Bu yerda ham quyilgan, o'tgan yil ular bu yil quyilgan. Bu yerga vatim odamlar o'tirib olmayapti, chunki bu qish yaxshi narsa. Shu videoni tarqatib qo'yinglar, seriozna ana like da обязательно bosing, kommentariyaga chiroyli so'z bilan yozib qoldiring. Kimdir musulmonni taniydi, shu musulmonga zakaz qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.